Agar siz yangi yo'l o'rmonlarida adashib qolsangiz, nimalar bo'ladi? Menimcha yangi yo'lda bunaqa o'rmon borligini ko'pchilik bilmasa ham kerak. Ha, ishonavering, yangi yo'l tumani Niyozbosh hududida mana shunaqa qalin o'rmonzorlar bor. Agar siz o'rmonda adashib qolsangiz, birinchi navbatda toza suv manbaini topishga harakat qiling va inson qo'li bilan qoldirilgan belgilar bo'yicha harakatlaning. Biz ham xuddi shunday qildik va bu belgilar bizni o'rmon bo'ylab baland va chiroyli binoga olib bordi. Bu bino yangi qurilgan sokin o'rmon dachasi ekan. Ichkari hovli juda ham chiroyli, dacha binosi naq 3 qavatdan iborat ekan. Birinchi qavatda keng hol, o'tirish uchun joylar, PlayStation va oshxona joylashgan. Keng va yorug'. Ikkinchi qavatda esa juda ham ko'p yotoqxonalar bor ekan. 30 kishi bo'lib kelinsa ham hammaga yotoq joyi yetadi. Uchinchi qavat esa haqiqiy dam olish maskani. 10 ta kuchli ko'rsatkichlarga ega kompyuterlar, bilyard sizning xizmatingizda. Hovlining narigi tomonida esa basseyn va sauna joylashgan. Basseynni chetroqqa qilib zo'r qilishibdi. Ayollar uchun panorak bo'lgani yaxshi-da. Xullas, qalin o'rmonzor qo'ynida shunaqa katta va hashamatli dacha bor deb o'ylamagandim. Siz ham bu dachaga borib dam olishingiz mumkin. Buning uchun o'rmonda adashib qolishingiz shart emas. Shunchaki mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz kifoya.